bo'yi kvartiram bilan mashg'ul bo'ldimda, uylarimdagi hamma ishlarni tugatib, ovqatlangan ko'chaga chiqdim. Ovqatlanib bo'lganimdan keyin magazinlarga kirib aylanishni boshladim. Hadnoyimda hamma ishlarni tugatishim bilan baribir magazinga kirib bitta aylanib chiqmasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Shuning uchun hamma ishimni tugatib, birinchi bo'lib targ'ib sentriga kiraman. Aylanib bitta menga panama yoqib qoluvdi. Koftamga mos ekan deb kiyib ko'rsam, cho'ta menga yarashmadi. Keyin boshimdan ham katta kartani ko'rib qoldim. Munchak karta desam, orqasida mana shunaqa mayda kichkinasi ham bor ekan. Bu Modi magazinda ekan. Undan keyin rosa yaxshi ko'radigan magazinim, aksessuar sotadigan magazinga kirib turib mazza qilib, hamma menga yoqqan narsalarni ko'rib chiqdim. Kakras aksiya bo'layotgan ekan. Oladiganimni olib, keyin fix price ga kirdim. Shu fix price magazinni rosa yaxshi ko'raman. Ko'p narsa olaman aytdan. Oladiganimni olib bo'lib, toza havoda mazza qilib aylanib, keyin produktoviy magazinga kirdim. Obedni ko'chada qildim, хотя бы ujinni uyda qilay dedim-da. Keyin marojnani olib yeb, toza havoda atrofga qarab, uyga qarab kirib ketdim. Uyda o'g'limni kravatiga olgan bortiklarim bor edi. Jicha ishlatganimdan keyin prosta tak turuvdi. Shuni tanishimga berib yubormoqchi bo'ldim, chunki yaqinda ular bolali bo'ladi. Ishdan oldin shunaqa chiroyli qilib yuvib, atparvich qilib qo'ydim. Undan keyin ovqat tayyorladim. Nima yeyishni bilmasdan shunaqa kartoshka qovurib, mazza qilib mojitolar bilan salatlar bilan yeb oldim. Всем пока.